Shimoliy kon boshqarmasida ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini muddatidan oldin va sifatli bajarish bilan parallel tarzda xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish bo'yicha ham qator bunyodkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Endigi lavhada shu haqida so'z boradi. Albatta, qulay mehnat sharoit o'z navbatida ish unumdorligiga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda sanoat korxonalarida ham ishchi xodimlarga ana shunday imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Uchquduq tumanidagi Shimoliy kon boshqarmasiga qarashli 3-gidrometallurgiya zavodida tashkil etilgan zavod hududida bo'sh turgan 3 qavatli bino qayta rekonstruksiya qilinib, 900 o'rinli maishiy xizmat ko'rsatish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Bino toza va ish kiyimlari saqlanadigan alohida mebel va maishiy texnikalar bilan to'liq jihozlandi. Bundan tashqari, ushbu binodan foydalanuvchi har bir xodim maxsus kiyimlarini yuvdirish imkoniyatiga ega. Buning uchun binoga kir yuvish, quritish, dazmollash uskunalari o'rnatildi. Zavodimiz ishchi xodimlari uchun 900 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy turdagi tikuv mashinalari, zamonaviy kir yuvish mashinalari, hozirgi kunda zamonaviy dazmol apparatlariga ega bo'ldik. Nafaqat 3-sonli gidrometallurgiya ishchi xodimlari, hattoki Shimoliy kon boshqarmasidagi barcha tashkilotlarga ham xizmat ko'rsatishga imkoniyat yaratilgan. Hozirgi kunda smenada ishlab kelayotgan xodimlarimiz ham uylariga chiroylikkina tozaliklarga rioya qilgan holda ishlab kelyapti. Bular uchun hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, binoning har bir qavatida mavjud zamonaviy hammomlarga havo aylanish tarmog'i, kiyim almashtirish bo'limlarida isitish va shamollatish tizimiga alohida yondashilib, yangi qurilmalar o'rnatildi. Ichki va tashqi qismi estetik jihatdan sifatli ta'mirlandi va jihozlandi. Ushbu qurilish hamda ta'mirlash ishlariga 12 milliard so'm sarflandi.